Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan inson ongini tushunishga uninga eng qiziqarli fanlardan biri bo'lmish cognitive science haqida gaplashamiz. Agar cognitive science nimaligini bilmasangiz, o'zbek tilida tarjimasi kognitiv ilm ekan. Agar bu ham tushunarli bo'lmasa, unda bu so'zning kelib chiqishiga qaraymiz. Ingliz tilida cognition so'zi anglash, tushunish degan ma'noni anglatadi. Yanada chuqurroq qarasak, bu so'z lotincha tildan olingan bo'lib, cognoscere, ya'ni bilmoq, tushunmoq degan fe'lni tarjimasi. Demak, shundan kelib chiqdiki, bu ilm anglash ilmidir. Va nomidan bu juda ham qandaydir maxfiy ma'noni anglatmoqda, chunki bu fanlar aro fan o'z ichida 5 ta asosiy yo'nalishni jamlab olgan va hozirgi zamonda yana bir yo'nalish qo'shildi va buni siz bilasiz, sun'iy intellekt. Demak, cognitive science ni ichiga linguistics, psychology, philosophy, neuroscience and anthropology, ya'ni mana shu 5 ta fandan iborat fan bitta cognitive science fanini tashkil qiladi va hozirgi zamonda bu computer science and linguistics. Nimaga? Chunki biz bilamizki, hozirgi kunda juda ham katta qizg'in raqobatchilik ketmoqda. Yanada aqlliroq, insonlardan ham samarador deylik miyani ishlab chiqarish. Afsuski, agar inson odamzod o'zini miyasini butunlay tadqiqot qilib qanday ishlashini o'rganmasa, u hech qachon kuchli odamzoddan o'tib ketadigan sun'iy intellekt modelini yasa olmaydi. Shuning uchun ham cognitive science rivojlanib bormoqda. Unga yana bir bor, yana aytganimdek, sun'iy intellekt yo'nalishi qo'shildi va chet elda bu fan juda ham mashhur fanlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda ham bu yo'nalishda bir qancha ilmiy ishlar bor, lekin bu aynan cognitive science emas, ya'ni uning bir bo'lagi lingvistikaga ko'proq urg'u beriladi. Boshqa fanlarga qaraydigan bo'lsak, u yerda aytganimdek psixologiya fani, ya'ni psixologiyada bu bilamiz insonning xotirasi, emotsiyasi, diqqati, qaror qabul qilishi va albatta shu narsani biz tadqiqot qilib o'rganib chiqib, sun'iy intellektlarda qo'llasak ham menimcha yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Endi albatta oqibatlari haqida gapirmaymiz. Biz hozirgi trend bo'yicha qarasak, shularga asoslansa va shundan kelib chiqqan holda bu fanga talab yo'qolmasligiga isbotni ham shundan aytsak bo'ladi. Neuroscience bu neurofan, ya'ni bu miyani o'rganish, miyaning biologik tuzilishi va hujayralarning ishlashini tadqiq qiladi. Tilshunoslik, bu bilamiz, til qanday o'rganiladi? Bu language acquisition. Acquisition degani qabul qilmoq, ya'ni tilni o'rganmoq. Nutq qanday hosil bo'ladi yoki hosil bo'lgan til bilan tafakkur o'rtasidagi bog'liq, ya'ni bu yerda faqat bir til emas, ya'ni tadqiqotchi o'ziga yoqqan tili bo'yicha ilmiy ish olib borishi mumkin va o'sha tilni deylik topgan kashfiyotlarda o'sha tilda balki deymiz amaliyotda sun'iy intellektni qo'llashi, o'rgatishi mumkin. Ya'ni bilamiz, sun'iy intellekt modellari u o'qitilib, o'rgatilib boriladi va bu narsa juda ham oldin boshlangan. Misol uchun bu Turing mashinasida Ikkinchi jahon urushida necha yillar davomida Alan Turing juda ham kuchli ilmiy ishlar olib borgan hamda amalda Enigma mashinasini yaratgan. Mana hozirga kelib, 21-asrga kelib shunday sun'iy intellektlar ommalashdiki, endi ular xavfsiz, insonlar kundalik hayotida qo'lla oladi, xuddi deylik kundalik kompyuterlar kabi yoki kundalik maishiy texnologiyalar kabi. Falsafa ham buning bir qismi bo'lib, bunda ong, ya'ni bilamiz, falsafa bu ong, iroda,
haqiqat haqida o'ylash, bilim va hokazo. Antropologiya esa madaniyat va jamiyatni inson fikrlashiga qanday ta'sir qilishi. Bu alohida juda ham katta mavzu, chunki buni ichiga madaniyat ham kirib ketadi. Ya'ni xalqlararo madaniyat bu nafaqat cognitive science, balki communication skills, ya'ni nutq madaniyati degan fan bor. O'shanda ham alohida agar podkast qilsam, o'zim video qilganimda, balki o'shani ham yoritaman. Agar cognitive science-ni tarixiga boqadigan bo'lsak, aytganimdek, Ikkinchi jahon urushi paytida bu narsa strategik jihatdan ishlatilgan bo'lsa, 1956-yil 11-sentyabrda simpoziumda 3 xil olim 3 xil yo'nalishdan lingvistika, neyrofan hamda o'sha kompyuter injeneri o'zlarini prezentatsiyasida ma'lumotlarni tahlil qilish, analiz va hokazoga yo'naltirilgan mavzulardan kelib chiqqan holda cognitive science fani tug'ilgan. Ya'ni cognitive science ni tug'ilgan kuni 11-sentyabr 1956-yil, tug'ilgan joyi esa MIT, Massachusetts Institute of Technology, Amerikada joylashgan. Demak, shu paytdan desak bo'ladi, cognitive inqilobi boshlandi. Agar bu mavzuga chuqur kiradigan bo'lsangiz, aytganimdek, yo'nalishlar ko'p hamda sun'iy intellektlar yanada kengayib bormoqda. Menimcha, o'sha hozir bakalavrda o'qiyotgan yoki litseyda o'qiyotgan farzandingiz qaysi yo'nalishni xohlashini bilmayotgan bo'lsangiz, o'sha cognitive science ga qiziqib ko'rsangiz bo'ladi. Endi O'zbekistonda uncha ko'p imkoniyatlar yo'q bu sohada, endi rivojlanib bormoqda. Chet el davlatlarda, ayniqsa Amerikada bu juda ham katta izlanishlar bilan, ko'p grantlar bilan o'qitiladi. Hamda Xitoy, hozir bilamiz, Xitoy texnologiyalar bilan juda ilg'or, ular robotlar ustida ishlamoqda. Aynan robotlarni fikrlashi harakati bu albatta cognitive science bilan bog'liq. O'sha ma'lumotlarni olib, ular robotlarda qo'llaydi. Oddiy uy maishiy ishlarni, kundalik ishlarni qilganda ham robotlar o'zidan o'zi emas, ya'ni insonlarni harakatlarini ular data, ya'ni ma'lumotlarni yig'ib, keyin o'sha algoritmlarini, endi men programmist emasman, o'sha narsalarni qo'llashadi. Demak, hali yo'nalishini tanlamaganlar uchun har xil fanlarga qiziqib, bitta yo'nalish, o'shani bitta yo'nalishda tadqiqot qilmoqchi bo'lganlar uchun cognitive science bu juda ham keng imkoniyatlarga ega ajoyib fan.